Ha, o'zi mana qoida bo'yicha mashinani tosh bosib oldi. Aka kimda ayb bo'ladi? Endi murojaat bo'yicha o'sha 10 kun ichida aniqlaymiz, surishtiramiz. Qanday holatda bo'lgan, nima bo'lgan. 10 kungacha nima bo'ladi? 10 kungacha surishtiruv ishlari olib boramizda. Ketursa bo'ladimi? Yo'q, ungacha ketilmaydi. Vaqtinchalik jarimadan keyin avtomashina. Yo'q, hozir bizga mashina hech narsa qilmagan, eshitib turing. Действительно yo'ldagi tosh uchib kelib tegan. Uni qanaqa qilib Sputnikdan kamera orqali tekshirib bo'lmasa, yo'l chetida kamera bo'lmasa, hali qanchadir qismini qoplab beramiz davomida. Mana endi hammamiz yayga kelib, voy ishtirokni qilib qo'ymaydi, ish qilib hozir. Voy ishtirokni olib kiryaptilar, menimcha. Mashina chiqish. Voy allafsizlab ishtirokni qilib qo'ysalar. Olib ketamiz-ku. Hali Shahri Sabz bor, Samarqand bor, Jizzax bor. Jizzax yo'li chiqish darvozasi. Voy. Ishtirokni qilamiz. Ishtirokni emasmish qilib. Kelishildi, farani, bamperni olib beradigan bo'ldik. Voy, olib kiryaptilar ishtiroklarga. Ertaman. Voy. Ishtirokni qo'ysa. Hozir olib chiqib ketamiz mashina. Hozir gayiga borib keyin olib chiqib ketish kerak. Yozdim. Buni olib borganmiz gayiga. Keyin ular bo'ldi olib chiqib ketaverdi, ruxsatnoma berarkan, keyin kelib olib ketargan. Kerak emas. Tosh, eshak, toshni sutga beramiz. Tosh sut qilish kerak. Qancha vaqt ketadi?